sog'i bo'lmaydigan molni yovvoyi nashani yedirib, ba'zi birlar araq ichqizib olib chiqar ekan bozorga. Endi sho'q mollariga. Tom ketadi-yu, ichida turib beradi-da 1 soat. Bittasi aytdi, endi shu ma'ruzalarni eshitib tavba qilaydigan ma'noda men deydi sho'q mollariga shoqini tagiga, hani jun to'sib qo'ygan joyiga simni qisib baylardi burab. O'zi aytib beryapti. Keyin shoxni og'rig'i miyaga beradi-yu, sho'q mol yuvosh turar ekan. Bir joyingiz og'risa, yurak ishlamasin deydi. Bu mol ham jonzotda. Shunaqa qilib mol sotardim men. Sho'q mollarni qo'qmay olaverardim. Keyin shoqini tagiga simni tushirib qattiq qissam mol jin bo'lib qolardi og'riqdan. Keyin olib chiqib sotardim. Endi uni egasi ko'rmaydi junni tagi. Tasavvur qiling, u mol nima bo'ladi? Shuni ham odam qilganda. Shuning uchun eng vahshiy kim desa, itbas, sherbas, tulkibas, bo'ribas. Eng vahshiy odam bo'ladi dunyoda.